Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bugun sizlar bilan 25 va 26 biletlar taqdimini ko'rib chiqamiz. Qani boshladik. 25 biletning birinchi savoli. Jihozlangan bekatlarda bo'lmagan tramvay to'xtash joylarida unga chiqish uchun qachon qatnov qismiga chiqishga ruxsat etiladi? Tramvay yaqinlashib kelganda, yo'q. Tramvay to'la to'xtagandan so'ng, Tramvay to'la to'xtagandan so'nggina chiqib kelishimiz mumkin. Bu belgi avtomobilning harakatlanishiga ruxsat etadi. Ushbu yo'l belgisida bilasizlar, chapga burilish mumkin emas. Demak, yuk avtomashinasi to'g'riga va qayrilib olishi mumkin. Chapga qayrilishi mumkin emas. Demak, to'g'ri javob F3. Bu yotiq chiziqlardan qaysi biri belgilangan yo'nalishli transport vositasining to'xtash joyini bildiradi? B javob to'g'ri bo'ladi. Yodlab qo'yinglar chiziqlarni. Qaysi transport vositasining haydovchisi yo'l berishi kerak? O'ng qo'l qoidasi bo'ladi. Bu holatda mototsiklning o'ng tarafi bo'sh, demak u birinchi harakatlanadi, avtobus unga yo'l beradi. Chorrahani ikkinchi bo'lib kesib o'tadi. Hop, yo'l belgilariga e'tibor qilsak, yo'l belgilariga muvofiq yashil va ko'k avtomashina harakatlanayotgan yo'nalish asosiy yo'nalish hisoblanadi. Demak, bulardan qaysi biri ikkinchi harakatlanadi desak, bunda ham o'ng qo'l qoidasi bo'ladi. Qaysi avtomashina o'ng tarafda turgan bo'lsa, o'sha birinchi harakatlanadi. Demak, ko'k birinchi harakatlanadi, yashil ikkinchi. Demak, ikkinchi bo'lib yashil avtomashina harakatga keladi. Tumanga qarshi farlardan qaysi hollarda foydalanish mumkin? Yetarli ko'rinmaydigan sharoitlarda mumkin. Mexanik transport vositasini shatakka olganda mumkin. Sanab turgan barcha hollarda. Yuk avtomobil haydovchisiga bu joyda to'xtashga ruxsat etiladimi? Taqiqlanadi, chunki yo'l belgisini to'sib qo'yadi. Ko'rsatilgan vaziyatda yengil avtomobil haydovchisiga quvib o'tishga ruxsat etiladimi? Ko'rishimiz mumkinki, yo'l belgisi ham mavjud. Quvib o'tish taqiqlanishi yuzasidan. Demak, bu joyda taqiqlanadi. Yo'l quruq bo'lganda g'ildirak aylanma sirpani tormozlash tormoz tuyg'uga qanday ta'sir etadi? Tormoz yo'li ortadi. Yonilg'i tizimi zich, germetik emasligi ma'lum bo'lganda haydovchi nimalarni bajarishi shart? Munosabatning bartaraf etish tadbirlarini ko'rish, agar buning imkoni bo'lmasa, zarur ehtiyotkorlik rioya etgan holda to'xta ta'mirlash joyiga olib borishi. Bu savollarni yodlab qo'yishingiz tavsiya qilinadi. Shu bilan 25-savol, 25-biletni tugatdik. Endi 26-biletga o'tamiz. Hop, 26-biletda birinchi savol. Yaxmalak bo'lganda shatakka olishga ruxsat etiladimi? Yaxmalak bo'lganda egiluvchan ulagich bilan shatakka olish taqiqlanadi, lekin qattiq ulagichda mumkin. Ushbu belgi amal qilgan hududda avtobus haydovchisi quvib o'tishi mumkinmi? Albatta quvib o'tishi mumkin, chunki avtobus haydovchisi M toifaga mansub transport vositasi, M toifaga emas. M toifaga yuk mashinalari mansub. Bu joyda M toifada, ya'ni yuk mashinalari quvib o'tish taqiqlanadi, lekin avtobusga emas. Reversiv harakatlanish amalga oshiriladigan harakat bo'laklari chegaralarini belgilash uchun bu yotiq chiziqlarning qay biridan foydalaniladi desa, ikkinchi bo'ladi. Xizmat vazifasini bajarayotganda shlagbaumni o'zboshimchalik bilan ochishga yoki uni aylanib o'tishga ruxsat etiladi. Taqiqlanadi har qanday holatda. Chorrahani ikkinchi bo'lib kesib o'tadi. Bu jarayonda o'ng qo'l qoidasiga rioya qilamiz. Ko'rishimiz mumkinki, avtomobillardan yashil avtomobil o'ng tarafi bo'sh, u birinchi bo'lib harakatga keladi. Chorrahadan o'tadi. Chorrahadan o'tgandan so'ng esa ko'k avtomashina o'ng tarafi bo'shaydi. Demak, keyin ko'k avtomashina harakatga keladi. Ikkinchi bo'lib
yuk avtomobil harakatga keladi. Og'irlik masofa deb nimaga aytiladi? A masofaga aytiladi. Quvib o'tishni boshlashdan oldin haydovchi shunga ishonch hosil qilishi kerakki, shu transportdan orqada harakatlanayotgan transport vositasi quvib o'tishni boshlamaganligi, to'g'ri. Oldinda harakatlanayotgan transport vositasi quvib o'tish, chapga burilish, qayta tizilish ishora bermayotganligi, to'g'ri. Quvib o'tishni tugatilayotganda quvib o'tilayotgan transport vositasiga xalaqit bermasdan ilgari egallagan qatorga qaytib o'ta olishga ishonch hosil qilish shart, to'g'ri. Demak, barchasi. Majburiy to'xtagan haydovchi qanday choralarni ko'rishi kerak? Yaqin yotuvchi farol yoki tumanga qarshi farolni yoqish kerak. Yurgizgich kapotini ko'tarib qo'yish kerak. Avariya yorug'lik ishorarini yoqishi, agar u ishlamasa, avariya sababli to'xtash belgisini aholi punktlari transport vositasi 15 metrda, ulardan tashqari esa 30 metrda kam bo'lmagan masofada o'rnatish kerak. To'xtatov. Avtomobilning qaysi g'ildiraklari sirpanib tormozlanishga ko'proq moyil bo'ladilar? Albatta, orqa g'ildiraklar. Va oxirgi savol, sanab o'tilgan qaysi hollarda transport vositasidan foydalanish mumkin? Farol nurining yo'nalishi buzilganda mumkin emas. Ishlab chiqarish to'xtatilgan yengil avtomobillarga boshqa turdagi rusumdagi transport vositalarining tashqi yoritgichlarni o'rnatilganda mumkin. Tashqi yoritgichlar va nur qaytargichlar belgilangan tartibda ishlamaydi yoki ifloslanadi. Demak, F2 bo'ladi. Shunday qilib 25 va 26-belda tahlilni tugatib, bizni kuzatishda davom etinglar. YouTube kanalimizga obuna bo'linglar. YouTube'da jonli efirlarda testlarni tahlil qilishni va probni testlarni yechishni boshlaymiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.